Rapam oldilar keldim. Opa o'rtada qabul qilmasangiz bo'lmaydi. Vashshi uspet qilmayapman deb uyda ish avjida o'sha sokol qilgan, usta tushgan, kecha temirlarini to'qidi. Bugun kuxnyaga o'sha kuxniylarimni bo'shatdim. Kecha bugun Imron begim Alloh rozi bo'lsin, bolajonimdan baraka topsin. Duo qildim, shunaqa teppa-teng bilan birga ish qildi. Men kuxnyadan idishlarni, kuxniyni ichidan yo'lakka olib chiqib turdim, so'riga o'tib olib, so'riga toshidi. Hali uyga borsam istoriya ko'rsataman. Vashshi qo'limga telefon ushlagan vaqtim bo'lmadi, lekin hozir Almira opam perisadka qildim. Bundan tashqari hovlida qolib ketgan bitekda gullarimni o'sha ildizda turpoq qolmagan ekan. Hozir yana bozorga yugurib kirib bitekda tuya oldim. Shu o'g'itlarini oldim, soladigan vitaminlarini oldim. Xullas shunaqa yugur, o'zimga bir dunyo ish qilib olganman. Endi 100% to'liq o'tirish xonamiz bitdi.